Assalomu alaykum. Tugayotgan haftaning rasmiy xabarlari bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti va Navro'z bayrami oldidan rasman o'z eshiklarini ochgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurdi. Bu yerda yaratilgan sharoitlar va eng noyob eksponatlar bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari shuningdek O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilish marosimida hamda iftorlikda ishtirok etib, nutq so'zladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida 3-mis boyitish fabrikasini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari navbatdagi mega loyiha 3-mis boyitish fabrikasi faoliyatiga start berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida barpo etilgan mis konsentratini filtrlash korpusida bo'ldi. Shuningdek, mis konsentratini ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida tashkil etilgan raqamlashtirilgan boshqaruv markazi faoliyati bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon-metallurgiya kombinatiga tashrif doirasida tog' kon sanoatida amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalarini jadallashtirish yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xalq qabulxonalari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kiber jinoyatlar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan huquqbuzarliklarning oldini olish samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari Samarqand viloyatiga tashrifni Samarqand shahridagi yoshlar kreativ shaharchasi va jamoat bog'i bilan tanishishdan boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahri jamoat transporti uchun olib kelingan zamonaviy elektrobuslar va quvvatlash stansiyasi bilan tanishdi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari yana bir qator obyektlarda ham bo'ldi. Bizda hozircha shunday xabarlar, voqealar rivojini kuzatib boring. Navbat yangilanish va yasharish bayrami, Navro'z bayrami haqidagi ekspert fikrlariga. Bizdan katta avlod vakillari ko'p hikoya qilib berishadi-da, shu Navro'z bilan bog'liq voqealarni. Masalan, doshqozonlardan sumaraklarni ag'darib tashlanishi, yoxud odamlarni bir-biriga o'sha Navro'z kezlari taomlarni, sumalaklarni bekitib ulashishi, sumalaklarni bekitib pishirish holatlari. Bunday holatlar juda ham ko'p. Hozir mana shukur Navro'zni keng nishonlayapmiz, lekin shu bilan birga turlicha talqin qilinyapti-da. Masalan, fors tojiklar Navro'z bizni bayramimiz deydi. Boshqa xalqlar bizniki deydi, eronliklar bizniki deydi. O'zi asli Navro'z kimniki? Navro'z bu borliqni bayrami. Navro'z bilan bog'liq turli xil sanalar va an'analar aynan Turon zamin bilan bog'liq. To'g'ri, bizda hozirgi oxirgi paytlarda shunday bir tasavvurlar, fikrlar o'rtaga tashlanyaptiki, ya'ni Navro'z bu o'sha forscha so'z, nav bu yangi, ro'z bu kun degan ma'nosida. Albatta bu to'g'ri. Qaysi ma'noda? So'zning forscha ekanligi to'g'ri. Lekin bu bayram forslarning bayrami emas. Bu bayram haqiqiy turkiylarning bayrami. Ana buni nima uchun buni isbotlanadigan o'rinlari ham bor. Navro'zni aynan turkiy bayram ekanligiga qandaydir bir dalillar, isbotlar bormi? Xalqimiz qadim-qadimdan osmon jismlarining harakatini juda teranlik bilan, o'sha aql farosat bilan kuzatishgan va quyoshning o'sha yer atrofidagi va umuman o'sha Somon yo'li galaktikasi atrofida 7 ta manzili bor ekanligini aniqlashgan. 21-mart bu yozgi quyoshning manzili hisoblangan va 21-mart o'sha quyosh shu kunga to'g'ri kelgan kunida hamal kirilgan, hamal oyi deyilgan, hamal keldi, amal keldi degan xalqimizda so'z bor. Navro'zni bir taqvim bilan bog'liq qandaydir bir ramzlari bormi? Albatta, Navro'zni o'sha boyaga aytganimdek, bu o'sha butun 18 ming olamning harakati bilan bog'liq bo'lganligi uchun albatta ma'lum bir ramzlari bor. Xususan hayvonlar orasida ham, o'simliklar orasida ham, hattoki insonlar iste'mol qiladigan taom orasida ham. Misol uchun, yomg'ir yog'aloq, echki chaqaloq, boyning qizini qorni dumaloq degan qo'shiq bor. Bu qo'shiqdagi yomg'ir yog'aloq, echki chaqaloq, bu echki chaqaloq, ya'ni bahorning endi kirib kelganligi bilan bog'liq. Echkining qiyoslanyapti. Echki bu yerda bahorning ramzi sifatida kelyapti va u endi chaqaloq holatda, ya'ni uloqcha holatda deyapti. Nima uchun echki degan savol, haqli savol tug'iladi. Nima uchun qo'y emas, sigir emas, boshqa? Chunki echki baraka sifatida qaralgan. Sababi qadim-qadimdan bilamizki, o'sha xalq kuzatgan
echki bir yilda 2 marta bolalaydi va har bolalaganda eng kamida 2 tadan bolalaydi. Yana bir savol, Navro'z bilan bog'liq an'analar, udumlar, urf-odatlar, masalan, faqat Navro'z kezlari bo'y basti bilan namoyon bo'ladi. Biroq u bilan bog'liq mana masalan sport o'yinlari deylik, chillak va hokazo o'sha lanka tepishlar, sport musobaqalari ham o'z vaqtida bo'lgan. Lekin chamamda mana shu narsalar oxirgi payt biroz chekkaga chiqib qolmayaptimikan? Bolalarni bugungi avlodlarimizda yodidan ko'tarilayotgani bor gap. Buni sababi bevosita bugungi rivojlanayotgan axborot zamoni bilan bog'liq. Parkent tumanining So'qoq qishlog'ida, Zarkin qishlog'ida juda har yili bahorda avjga chiqadi va o'sha ko'chalarda varraklar sotishadi, bolalar quvnab olishadi. Xalq tomonidan o'sha bayram bahor paytlarida o'tkaziladigan chillak o'yinlari aytganimdek, asosan shu bahorda o'tkaziladigan bayramlar shu. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablakulova. Assalomu alaykum. Yoqilg'i energetika sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish choralari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun bilan elektr energiyasidan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun jazo choralari kuchaytiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, umumiy foydalanishdagi elektr, issiqlik, gaz tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish yoki ulardan foydalanish qoidalarini boshqacha tarzda buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 20 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 25 baravardan 30 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Umumiy foydalanishdagi elektr, issiqlik, gaz yoki vodoprovod tarmoqlariga tijorat maqsadlarida o'z boshimchalik bilan ulanish bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'lishi belgilandi. Shuningdek, ushbu qoida buzarliklar uchun jinoiy javobgarlik ham belgilandi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra, dorilarni retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalarini retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzganlik bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 200 baravargacha jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalarini retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzish ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin yoki ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha ahvoq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Ko'chada tarixiy muhit saqlanib qolingan holda 576 ta uy tarixiy me'morchilik uslubi asosida ta'mirlandi. Loyiha natijasida qariyb 1,5 ming nafar aholi doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Zarqaynat ko'chasi esa sayyohlar uchun ajoyib go'zal maskanga aylandi. Eslatib o'tamiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-yilning yanvar oyida Toshkentning eski shahar qismiga qarashli Zarqaynar ko'chasini ta'mirlash haqidagi loyihani ko'rib chiqqan edi. Ushbu loyihaga ko'ra, eski shahar qismida mana shunday turistik obyektlar, go'zal binolar, qo'yinki tadbirkorlik yo'nalishlarini o'z ichiga olgan va mana bunday go'zal va mahobatli binolar dunyoga keldi. Natijada eski shahar ruhi saqlangan holda mana bunday turistik maskan yaratildi. Bu mening O'zbekistonga ilk tashrifim. Toshkent shahrida ham birinchi marta bo'lib turibman. Shahringiz men o'ylagandan ham go'zal va betakror ekan.
madaniyati alohida maqtovga sazovor. Hayratimning cheki yo'q. Zarqaynarda e'tiborimni tortgan jihat noyob arxitektura, yog'och o'ymakorligi va ko'chaga o'rnatilgan toshlar. Har biri ma'no mazmunga ega. Men ko'plab xorijiy davlatlarda bo'lganman. Aql bovar qilmas, hayratlanarli uslub faqat bu yerda. Misol uchun ushbu do'kondagi zamonaviylik va qadimiylik uyg'un xilma-xil ekspozitsiyalarni olaylik. Har biri o'zida tarixni tashiydi. Xalqingizning boy ildizlari haqida so'zlaydi. Meni sizlarning yangi avlod o'z tarixiy qadriyatlarini unutmagani nihoyatda ta'sirlantirdi. Ushbu maskanda bo'lish men uchun baxt va sharafdir. Prezidentimiz ushbu hududni yanada rivojlantirish, uning tarixiy va madaniy qiyofasini yanada saqlab qolish to'g'risida ta'kidlaganlar. Bir so'z bilan aytganda, ham turistlar, ham mamlakatimiz ahli uchun eng zo'r lokatsiya va go'zal maskan. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek tosh ko'chalar, g'ishtli minoralar, qo'yingki, o'sha davr ruhini beruvchi ajoyib bir atmosfera bor. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Bilasizmi, ko'chalarni sayr qilasizda, shuning barobarida iliq haroratni his qilasiz. Shunchalik ozoda, shunchalik saranjom, gullarga purkangan, qushlar sayragan bu takrorlanmas ko'chalarda ertakka tushib qolganday bo'ldim. Badiiylik, boy o'tmish, samimiylik, go'zal arxitektura mujassam. Bu ko'chalar qurilgani va islom sivilizatsiya markazi qurilgani juda zo'r bo'ldi. Mana shu galereyani paydo bo'lgani bir qator tadbirkorlarimizni yangi ish bilan ta'minlagan degan. Albatta. Ularni mahsulotini sotishga biz ularga qarashamiz, chunki biz turistlarga, O'zbekistondagi odamlarga ham gapirib beramiz. Nimasi muhim, nimasi chiroyli, nimaga bu odamlar shunaqa narsa yaratishyapti va qachon nimaga qanaqa qilib ishlatsak bo'ladi. Demak, turistlar nafaqat xarid qilishadi, balki mamlakatimizning osor va atiqalaridan boxabar bo'lishadi. Bular haqida, tariximiz haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishadi, shundaymi? Mana bunaqa ayollar brendlari bor. Bu o'zimning brendim Stone City desa nomi. Shu yerda biz o'zbek matolardan va vintaj matolardan yangicha narsalar qilamiz. Biz uchun nimasi muhim? Odamlar kiygan, sotib olgan narsasi ular uchun kiyiladigan bo'lishi kerak. Bir marta olib keyin shkafda yotish kerak emas. E'tibor qiling, o'sha davrlarga xos toshoyna, ayollar kiyib yurgan mana bunday go'zal paranji va do'ppi. Bular bir-biriga xos, bir-biriga hamohang va bir-biri bilan uyg'un. Bir-birini taqozo etadi, to'ldiradi. 4 ekspozitsion zonaga bo'lingan. Bu revolyutsiyadan oldin zona, ana o'sha ekspozitsion joyi. Shu yerda qanaqa ichkarida yashagan ayollar, erkaklar tarafi bo'lgan, qanaqa o'tirgan, mana shu so'zonalar, paranjilar, bu hamma eksponatlarimiz haqiqiy o'sha davrdan kelgan, mashinkalari ham, mana shu beshiklar ham. Hurmatli davlat xizmatchilari, bu yerga albatta oilangiz va farzandlaringiz bilan tashrif buyuring. Zero Zarqaynar buyuk o'tmishimiz, tariximiz haqida barcha sirlarni o'zida mujassam etgan. Odamlar qonunlarni qancha ko'p bilsa, shuncha erkin yashaydilar. Huquq va manfaatlarimiz himoyasi ham so'zsiz ta'minlanadi. Demak, huquqlarimiz himoyasi qabul qilinayotgan qonunlarning xalqchil va mukammalligiga bevosita bog'liq. Ana shunday fraksiyalar muhokamalarida qonun loyihalari maromiga yetkaziladi, mukammalligi ta'minlanadi. Qonunchilik palatasida siyosiy partiyalarning fraksiyalar yig'ilishlari boshlandi. Jarayonlarni biz bilan kuzatib boring. Bu yilgi fraksiyalar yig'ilishlarida davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, xalq deputatlari kengashlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish hamda el-yurt umidi jamg'armasi mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qator qonun loyihalari atroflicha ko'rib chiqildi. Ko'tarilgan masala to'g'ri. Stipendiatlarni manfaatlariga zid bo'lib qolmaganmi? Himoya qilish degani shunday, ya'ni ma'lum bir hujjatning kuchiga ishonish. Axloq qoidalari qayerda belgilangan? Bu yerda o'sha asosiy maqsad shu ko'rsatiladi. Bugun internetda ham tartib kerak. 3 oy davomida xato qilsa kechiring. Diplomaga yarasha ish topib bera olyapsizlarmi? Fondni masalan mas'uliyati qayerda? Demak, muhokamani to'xtatamiz.
Sizning ham ayrim hujjatlar sabab oliy ta'lim muassasalarining, davlat idoralarining yoki o'z ishxonangizning arxiv bo'limiga ishingiz tushgan bo'lsa kerak. Biroq ertaga keling, bugun arxivimizdan hujjatlarni topa olmayapmiz degan gaplarni ham eshitgandirsiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida muhokama qilinayotgan qonun loyihasi bilan ayni shu jarayonlar raqamlashtirilyapti. Fraksiya yig'ilishida kun tartibidagi bir qator qonun loyihalari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga arxiv sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga hamda davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Loyiha bilan elektron arxivni tashkil etish uchun elektron shakldagi arxiv hujjatini uning asl arxiv hujjati bilan bir xilligini ta'minlash, elektron arxiv hujjatlarini qidirish, boshqarish va ishlov berish imkoniyatining mavjudligi, tizimning xavfsizligi va kiber xavfsizlik talablariga rioya etilishi zarurligi to'g'risidagi hamda boshqa talab va qoidalar belgilanyapti. Shu yengil mashinalar ko'p xalal beradi, avtobus yo'liga kirib olib. Qiziq hammaga, ayol kishi roldaligi. Ko'pchilik ayollarni yaxshi haydovchi bo'lmaydi deb aytishadi. Ayollar o'ylab, ishonch hosil qilgandan keyin yuradi. Erkaklar ko'p tavakkalchi bo'ladi. Bir xillarni shunaqa sezdim, yo'nalishi bo'lmasa ham chiqib olishyapti. Tanlagan kasbim bilan faxrlanaman. Bu kasbga qanday qilib kirib kelgansiz? Bu kasbga kirib kelishimga sababchi turmush o'rtog'im bo'ldilar. Ular ham birinchi avtobus saroyida ishlaydilar. Shular aytib qoldi. Ayollarni ham ishga olishyapti, bir harakat qilib ko'r. Yaxshi haydaysan mashinani, kichkina yengil mashinada yurganman-da. Yaxshi haydaysan, sen uddalaysan deb shular qiziqtirdilar meni. Haydovchilik ayollarni sohasi emas degan gaplarni ko'p eshitganman. Deyarli qiyinchilik yo'q. Faqat boshlagan paytlarim shu uzunligini hisobini olishga ozgina mo'ljalda ozgina qiynaldim. Yo'q, hozir yaxshi. Yo'lda ketayotgan vaqtimiz shu atrofdagi mashinalar, avtomobillar ozgina xalal beradi. Avtobus bo'lagiga kirib olishadi, xalal berishadi. Shularda ozgina qiyinchilik bor. Yo'lovchilar bilan ishlashda qiyinchiliklar bo'lyaptimi? Yo'lovchilar bilan ishlashda yo'lovchilar shu yonimizga turib olishadi. Telefonda gaplashishadi baland ovozda. Ichkarida joy bo'lsa ham kirmaydi ko'pchilik. Keyin yosh kattalarga joy bermasligi odamni xafa qiladi. O'sha taraflari sal. Yo'lovchilar sizni ko'rib hayron qolsa kerak. Ha, qiziq hammaga qiziq, ayol kishi roldaligi. So'rab qanday qabul qilishyapti? Yaxshi qabul qilishyapti. Bir xillarni shunaqa sezdim, yo'nalishi bo'lmasa ham chiqib olishyapti. Ayol kishi rolda ekan deb qiziqib, yaxshi qabul qilishyapti. Oilangiz haqida ham gapirib bering. Turmush o'rtog'im ham shu boya aytganimdek avtobus saroyida ishlaydilar. 3 nafar farzandim bor. 2ta o'g'lim. Ular institutda o'qishadi. Yaxshi, o'zlarining harakati nimasi bilan o'qib yotishibdi. Qizim bu yil 11-sinf tugatadi. U ham shu dadasi bilan meni kasbimga qiziqyapti. Bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtlarim tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Mana shu formalarimni ham o'zim tikkanman. Xudo xohlasa qolgan nimalar kasbdoshlarimga ham tikib beraman deb turibman. Kun davomida har xil vaziyatlarga duch kelasiz, to'g'rimi? Yo'lovchilar tomonidan, yo'lda yurganda, ana shunda qaysida xafa bo'lasiz, qaysi vaziyatda xursand bo'lasiz? Xursand bo'lishim, tanlagan kasbimdan juda xursandman. Ajoyib. Davlatimiz biz ayollarga shunaqa imkoniyat berdi. Juda xursandman. Buning uchun fursatdan foydalanib davlatimizga, prezidentimizga minnatdorchiligimni, rahmatimni aytaman. Shu yergacha yetib kelishimizga sababchi bo'lgan ustozlarimiz, hammasidan minnatdormiz. O'sha taraflar juda quvontiradi. Assalomu alaykum. Bilasizmi sahifasining bu galgi mavzusi Navro'zi olam. Bilasizmi Navro'zni Afg'oniston, Eron, Iroq,
Suriya, Ozarbayjon, Bahrayn, Livan, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Turkiya, Albaniya, Kurdiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston kabi davlatlarda keng nishonlanadi. Navruz forscha yangi kun, bahor bayrami hamda turkiy xalqlarda yangi yilning birinchi kuni hisoblanadi. Eron, shuningdek, Markaziy Osiyo va Kavkazda Navruz 21-mart kuni, Qozog'istonda esa 22-mart kuni nishonlanadi. Navruz Shimoliy yarim sharda bahorning boshlanishi sifatida. Kecha kunduz tenglashgan kunda martning 20, 21 va 22 kunlarida boshlanadi. Martning 21-sanasi Eron va Afg'onistonda rasmiy taqvimning dastlabki birinchi kuni hisoblanadi. 2009-yil 30-sentyabrda Navruz UNESCO tarafidan nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. 2010-yil 23-fevralda esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining sessiyasida 21-mart xalqaro Navruz kuni deb e'lon qilindi. Hali ham bu bayram xalqlar o'rtasida keng ko'lamda davom etib kelmoqda. Tarix manbalarida keltirilishicha, Navruzning shakllanish davri eng qadimiy zamonlardan Zardushtiylikning paydo bo'lishigacha bo'lgan asrlarni o'z ichiga oladi. O'zbek xalqining yetuk allomalaridan biri Abu Rayhon Beruniy qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar kitobida quyosh yili hisobida yilning birinchi oyi deb sanalgan Farvardin oyi to'g'risida so'zlab, bu oyning birinchi kuni Navruzdir deydi. Navruz yilning birinchi kuni bo'lib, uning forscha nomi ham shu ma'noni anglatar ekan. Mutaxassislarning asoslangan fikrlariga ko'ra, quyosh ayni shu kuni hayotbaxsh nurlarni tik, ya'ni 90 darajada burchak hosil qilib, sayyoramizning qoq beliga, ekvatorga yo'naltiradi. Shu daqiqalarda bahorgi kecha kunduz tenglashadi va 22-martdan boshlab quyoshning tik yo'nalgan nuri shimoliy tropik chizig'i tomon harakatlanadi. Bu Navruzning ilk va qutlug' qadami bo'lib, tabiatning jonlanishi bilan kishilarning xo'jalik faoliyati o'rtasida uyg'unlik namoyon bo'ladi. Navruz sobiq ittifoq davrida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa qismlarida ochiq nishonlanmagan. Bir necha ming yillik tarixga ega bu bayram O'zbekistonda, ayniqsa 1980-yillarga kelib, rasman taqiqlanganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Milliy o'yinlar tarixi haqida bilasizmi? Bu o'yinlarning dastlabki namunalari Mahmud Qoshg'ariyning Devon lug'ati turk, Yusuf Xosxojibning Qutadg'ubilik, Firdavsiyning Shohnoma, Kaykovusning Qobusnoma va Alisher Navoiy asarlarida uchrashinichi. Qoshg'ariyning Devon lug'ati turk asarida 150 ga yaqin milliy o'yinlar va 20 dan ortiq bolalar o'yini tavsif qilingan. O'g'il bolalar chillak, tortishmachoqni yaxshi ko'rsa, qizlar supur-supur, oq terakmi, ko'k terak, xappak tosh kabilarga qiziqqan. O'yinlarga e'tibor bersangiz, hammasi ham harakatdan yoki jismoniy va aqliy mehnatdan iborat. Masalan, tez aytish bilan bolalar nutqidagi nuqsonlar to'g'rilangan bo'lsa, topishmoqlar orqali zehni oshgan. Tortishmachoq, chillak kabi o'yinlar bolalarning jismoniy imkoniyatlarini yanada oshirgan. Vaqt o'tishi bilan bu harakatlar takomillashib borgan. Tosh ko'tarish, ot ustida kurash, ko'pkari, lanka, arqon tortish, chillak va boshqa shu kabi xalq o'yinlari ko'rinishiga kelib, yoshlarning sevimli mashg'uloti va musobaqalarga aylangan. Keyingi vaqtda yoshlar umuman aholi o'rtasida xalq o'yinlari, milliy sport turlariga e'tibor oshmoqda. Ayniqsa Navruz bayrami arafasida arqon tortish, kurash, tosh ko'tarish, uloq ko'pkari musobaqalari doimiy o'tkazib kelinmoqda. Ammo aksariyat xalq o'yinlarining faqat Navruz bayramlarida o'ynalish odat tusiga aylanayotgani ko'ngilni xira qiladi. Siyosiy manfaat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.